Assalomu alaykum. Xo'p, loyihalarimizda nimalar topshirishimiz bo'yicha aytib o'taman. Umumiy quruvchilar uchun kerak bo'ladigan bu yerda barcha chizmalar bor va 3D ko'rinishi deganimiz mana bu. Ishchi chizmalarimizda game plan, podval, meblirovka podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat. Odatda mana shu ikkita, ya'ni podval birinchi, ikkinchi qavatni chiroyli qilib, har xil variantlarni qilib chizib olamiz. Polniy mana shu letniy kuxnya bo'ladimi, hovli sanuzel bo'ladimi, hammasini shu joylashtirib chizib olamiz. Mana shu 3 ta plan asosiy narsa. Buni tasdiqlaganimizdan keyin buni qolgan chizmalari, 3D ko'rinishlari ketadi. Xo'p, buni tasdiqlaganimizdan keyin mana kotlovan, podushka chizmalari, uni razrezlari, razmerli plan, ora yo'qmalar, kerakli joylarda monolit, qolgan joylarida plita, hammasi mana shunaqa holatda ko'rsatiladi. Birinchi qavat, uni ustun yo'qmasi, qayerda to'sin, qayerda plita, qayerda monolit ko'rsatiladi. Sanuzellarning hisobini olib, qayerlardan teshib o'tish kerak bo'lsa, shuni ko'rsatib ketamiz. Ertaga plitani teshib o'tirmaysiz. Xo'p, undan tashqari o'sha har bitta xonamizni kattaligiga, razmeriga qarab turib, vitishkalar tashlab ketiladi. Misol uchun, mana birinchi qavatda ham qayerda kuxnya bo'ladigan bo'lsa, azbest turbadan qizildagisi, ko'kdagisi bu havo aylanishi uchun vitishkalar. O'sha xona funksiyasiga qarab shunaqa tashlab ketiladi. Razrezlari mana tom yoqmalari, fasad ko'rinishlari, qolgan atrofdagi fasad ko'rinishlari, ko'cha tomon ko'rinishi, nechta oyna, nechta eshik, qanaqa tiyag ishlatilgan, hammasi mana shunaqa masshtabda beriladi. Proyekt narxini gaplashayotganda asosiy binoni qurilish maydoni kvadrati hisoblanadi. Necha etaj bo'lsa, o'sha etaj kvadratlari hisoblanadi. Qolgan darvozaxona va ko'cha tomon, landshaft hammasi bonusiga bo'ladi. Endi buni 3D ko'rinishi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa holatda yasab chiqiladi. Bitgandan keyin qanaqa bo'lishini polni ko'rib tasavvur qila olasiz. Ko'chadan ko'rinishi. Xuddi mana shunga qarab, o'sha ketma-ketlikda uyingizni qurib borsangiz bo'ladi. 3D'si bu ustalar buni o'sha tasavvur qilish uchun qanaqa joylashgan, qanaqa holatda kerak bo'ladi, chunki ba'zi chizmalarni tushunmay qolishi mumkin ustalar ham. 3D bo'ladigan bo'lsa, yanada osonroq bo'ladi tushunishlari. O'zingiz ham oldindan uyingiz bitgandan keyin qanaqa bo'lishini ko'ra olasiz. Shunaqa. Demak, рабочий chizmalari va 3D ko'rinishlarini tushuna oldingiz. Bemalol savollar bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi.